Assalomu alaykum. Esingizda bo'lsa, o'tgan safar men orqamdagi proyekt, ya'ni Bingati Bugatti loyihasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tgan edim. Bugun esa shu loyihaning yonida turgan OPS binosi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu loyiha Dubaydagi eng mashhur va ultra luxury segmentda faoliyat olib boruvchi quruvchi kompaniya Omniat tomonidan 2017-yilda qurib bitkazilgan. Noturar segmentga kiradi va ko'plab ofislarni o'z ichiga olgan. Masalan, 615 kvadrat metrli bir ofis 2012-yilda 2,5 million dollarga sotib olingan bo'lsa, bugungi kunda aynan shu ofis 7,5 million dollarga sotilgan. Ya'ni 13 yil ichida 300% sof kapital foyda keltirgan. Bundan tashqari, ushbu ofisning yillik ijarasi ham qo'shimcha ravishda 488 ming dollar daromad olib kelgan. Shuning uchun ham bo'lajak investorlarga nafaqat turar joy majmualariga, balkim noturar segmentlarga investitsiya qilishni tavsiya qilaman. Ayni damda yaxshi quruvchi kompaniya tomonidan ofislar sotuvi boshlandi. Ofislarning eng kichigi 55 kvadrat metrdan boshlandi. Summasi esa 410 ming dollar. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol menga bog'lanishi mumkin.